Turishingiz necha pul? O'zingizni turishingiz necha pul uka? Voy, men stilingizni so'rayapman. Shunaqa deng-da. Noto'g'risindingiz. Ha, Shu bolagami shov-shuvli qilib Samarqandda o'g'il to'y qildingiz-ku? Ha, shunday. Qoyil lekin. Rahmat. Xo'p, necha pul endi bu turishingiz? Kiyimimmi? Ha, kiyimingizni. Bu kojinkam $950. Xo'p, buchi. Kiyimim Saybir ekan. 1.850. Xo'p, buchi. Sportivkam. Bu sportivkami? Ha, usi ham bor $350. $150. Bularchi brilliantga o'xshayapti. Shu komplektim. Messika ekan. Ha, komplektimni yaqinda oldim 4000 ga. Soatim bor. Soatingiz ham Rolex ekan. Originalmi? Yo'q, original emas, tilla lekin. Shu $4000. $4000. Mana shu ukrasheniyaringiz o'zi $8000. Xo'p, mana bu BMW necha pulga tushdi X7? 116 ming. Naqdmi? Naqd? Ha. Nomerchi 3/5. Bir ham chiroyli nomer taqsiz. Nomer arzon, bu o'zi $600 atrofida. Siz o'g'il to'y qilganingizni men o'zim ko'rdim. Shov-shuv bo'lib ketdi. Ana shu o'g'ilchangizga qilibsiz. Xo'p, necha pul ketdi mana shu o'g'il to'yiga? Shu 52 ming atrofida ketdi. Wow. O'zi men eshitdim, samarqandliklar mana shunaqa dabdabali to'y qilishadi. Samarqandliklar boyda, uka. Sizlarda pul ko'p. Samarqandga kelibsiz, bitta kofe ziyofat qilaman sizga. Bo'ldi. Jeki kofe buyur uka. Ay, kofilar ham tayyormi? Voy, Voy. rahmat. Samarqandda eng знаменитый kofe. Yo'g'i, Toshkentda ham unda filialini ochish kerak ekan. Yaqinda. Qanaqa qolib ketibdi-yu. Vinir, tishingiz necha pul ketgan? Hozir kofe ichayotganingizni tishingizni ko'rib qoldim. Tishim shu 5 yil oldin endi bir 3000 atrofiga tushgan. O'sha payt 3000 bo'lganmi? O'rtoqlar, Sabiy Sattarovani общий obrazlari, luklari necha pul bo'ldi? O'zingizlar hisoblaysizlar. O'g'il to'ylari, mashina, hamma narsalar bilan hisoblanglar, o'rtoqlar. Podpiska bosishni unutmang. Keyingi so'roqchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Rahmat sizga. Rahmat, sizga xush kelibsiz.